Men bir imom sifatida aytadigan so'zim, vatanparvarlik deganda nima deb tushunasizlar? Vatan bu go'yoki onaga o'xshagan tushuncha azizlar. Shuning uchun biz ona vatan deymiz. Vatan haqida gapirsak, ko'tarinki gaplarni gapirsak, ba'zi birlar sal noto'g'ri tushunadi. Eng yaxshi gapimizni vatan sha'ni haqida gapirishimiz kerak. Onamizni maqomida vatanni mo'tabarligini qalbimizni to'g'rida saqlashligimiz kerak. Ona qanchalar mo'tabar? Onaning sut haqqi bor, vatanning zilol suvini haqqi bor. Onasidan ajralgan bola yetim. Vatanidan ayro bo'lgan odam ham go'yoki yetim. Ilgari jazo turlari bo'lgan. O'sha jazo turlaridan bittasi vatanidan surgun qilish jazosi bo'lgan. Ota-bobolarimiz surgun qilingan-ku, Magadanlarga, hozirgi Ukrainaning Xerson viloyatlariga quloq qilingan. Insonga beriladigan eng oliy jazo turlaridan biri shu bo'lgan. Vatanidan surgun qilish. Vatandan ayrilgan odam onasidan ayrilgan odamga o'xshar ekan. Vatanidan ayrilgan odamni yonini kim oladi? Uni himoyasini kim qiladi? Uning uchun kim tashvish qiladi? Onasidan ajralgan yetimni yonini kim oladi? Uni tashvishini kim qiladi? Onamizga qanchalar xizmat qilamiz, vatanga ham xuddi shunday xizmat qilish kerak. Bu gapni otalar siz ayting. Bolam, mana shu yurtingni, xalqingni, elingni yaxshi ko'r. Sen nafaqat meni bolamsan. Shu elning, xalqning, shu vatanning farzandisan degan gapni siz ayting otalar. Farzandlarimiz millat farzandi bo'lsin. Imomi Buxoriy bilan faqat u zotni avlodlari faxrlanmaydi-ku. Imomi Termiziy bilan faqat u zotni qavmi qarindoshi faxrlanmaydi-ku. Butun millatning farzandi. Millat farzandi.